bu dastandan bir parça. Avazxonning Guruğlu, Güristandan olib kelib, davranı sürüp, Avazxon 21 yoshga kirdi. Ko'ring Avazxon Çardarada qirg'it bilan sharobni mayda ichib, kayfi saponi qilib, ko'p yigitlarni qirg'itni jig'itib, Chamilning begi bo'lib, Guruğning uli bo'lib, davran surib yurdi. Shunda ko'ring Guruğxon, Guruğlu Sultan bo'lgan olamga daston, dushmanni ko'rsa qilar yer bilan yaqsan, ko'ziga ko'rmas oy bilan osmon, quvvat beradi Abu Bakr Siddiq umbari Osmoni Ali, Makkani sog'andir Ibrohim Halil. Gapning kaltasi, yo'lning to'tasi. Hech bir ro'zg'orda to'lmaydi, qoplab qo'ysang ham uning xaltasi. Oyning 15 to'ldi, 15 chala bo'ldi. Qarangi degani manasi shol bo'ldi. Yigitlar uylanib maqsadiga yetdi. Avazxon uylanmay 21 yoshga yetdi. Avazda chiroq yondi, Chambilda zo'r bo'ldi. Avazxon haddini oshdi, dayrida toshdi. G'ayratga ulashdi. Shunda Guruğxon Avazxonga bir so'z aytib turgan joy. Ayağımda koyamana zinamaya olzina. Mine ihlas mumunlarıga Tanrı verme günah. Ravsul igam çıkar bir günü mihraja. Ravzayı pakingaya koşulsaya sanamaya oltanan. Atından aynalay ya Muhammed Mustafa'yı. Çiçenlikten gapga ulayman. Akşam yatıp erta sahar turmayman. Yaratgandan muradingni tilayman. Quloq sağan evet balam so'zimga. Senga ya aytgini, senga ya qanday eldan bir yor diya tilayman. Miniyam, siniyam, yaratgana Xudoyam. Allah'dan men senga baxting diya tilayan. Shamchirag'ing yondirayin bolama. Chambil bilda bitib yurganingni ko'rmayin. Niyatingni aytin o'zing yaratgana Allohga. Guruğlaman atan endi bo'laman. İdaralab dunyoni tizganman. Yetgam 50 shahardiya din islomni yo'liga salaman. Yalg'iz mana bolam dedim seni ya. Aytgini qaysi yildan senga bir parni olibna biraman. Al
qısa bu gaplarni Go'ro'g'li Havasxon uliga aytdi. Go'ro'g'li haddidan oshgan dayrada tashgandi. G'ayrati g'ayratga ulashgandi. Endi 71 yoshga kirgan edi. Qarliq gashtida bir davrim surayin, Havasxonni uylantirayin. Ana endi navbatda avazga berayin, chambilimni berayin. Chambilim egasi, yuragimni qamasini og'i alasi, chambil seniki bolam deb, Yunus bilan misqal parim, parini olib, qolgan umrim davranni suray, shu chambil shunga beray. Ahmad qari tag'am bor, yuragimda orim bor, balandada oppoqqina qori bor. Tag'amdan o'zga shu mamlakat bersam, avvalsan dunyoni chiqqanday mamlakatni chiqsa, men shunga ishonib, Xudoga shukr qilib, beshva namozimni o'qib, murod maqsadimga yetay dedi. Avvalsan aytmadi. Aytmadi. Shunda ko'ring, Go'ro'g'li marti terbatib qarkan davlatda. Xudo bergan davlatni qilichli sirxinadan so'rib tartdi. Joshunday jiltitdi, julday jiltitdi, olib ko'ziga surtdi, gulband tutab ketdi. Avazxonni ko'kradan bosib, qilichni gagirda tutdi. Aytsammi yo o'lasammi dedi. Qaradi, Go'ro'g'li ko'zi oladi. Go'ro'g'li bir bolani boshlab qo'yadi. Go'ro'g'li o'zi yomon, o'zidan ko'zi yomon. Agar achchiq kelsa Go'ro'g'li qo'shini halim qilib jaradi. Avazxon qo'rqqanin mayli ota. Gapga olayin, sizga bayon aylayin. Jon otajon, chambil bilding begisiz. Keling sizga bir pari tavib berib niyatimni aytayin. Mana dunyo olma ekan nor ekan. Zimistonda cho'kib yotgan qor ekan. Quyuqob degan mamlakatda bir mashqa degan pari bor ekan. 500 dev bor ekan. 500 devning kattasi 7 dev bor ekan. 7 devning eng zo'ri Quyuqobning boshlig'i Afsar dev, Gupsar dev degan aka-uka bor ekan. Ularda ham yana 5 ta ukasi bor ekan. 7 dev aka-uka shu mashqa pariga Afsar bilan Gupsar oshiq ekan. Shuni olib berasdi deydi. Gapning kaltasi, yo'lning tutasi, gapga ularni Go'ro'g'li ko'p o'yladi. U mamlakat Go'ro'g'li ichi borgan edi. Hay'atdan qarliq shanimda 71 yoshimda meni o'z bolam o'limga yubordi. Hech mamlakatdan ya bandi bo'lgan emasman, ya chakka tushgan emasman, ya toshning ostida qolgan emasman. Meni g'irotdi, topganman murodni. Jonivor g'irotim, ko'zim g'irot, jimi kishmish to'rvang banat. Uni minib topdim murod. Quloqlari irak-sirak, 4 oyog'i navda terak. Ay jonivor, qarliqda sinam qari, menam qari. G'irot menga bugun bo'lding kerak deb chambilbilda shunda ko'ring. Zinapoyani olda borib, Yunus bilan misqal pari yorin chaqirib bir aytib turgan joyim. Çenlikten gapga ulayman. Sulayman'dan peygamberden muradım diye tilayman. Yunus buna misqal yarım çıkkına bugünü chambilbildan kechgayman. 15 ta to'ladi ya osmonimda oylarim. Ikkovingni suydim endi naylayan. Chambillana ketar bo'ldi yorlarim. Chambilbildan ketar bo'ldim yorlarim. Yuragimda sizlarga ya aytayin. Taqdir meni Quyuqobga tayladi. Qarilikda menga mehnat tushadi. Bu mehnatlar farzandimdan bo'ladi. O'z balam Havasxon meni Quyuqobga qarilikqa yuborib, chambilbillar bega bo'p qoladi.
Rabbimi Gurul hayırlışat şambil bilen suvar yarı bilen. Bişbala daştı bilen. Hoş kalınlar çembül yıllar. Hoş kalınlar Bişbulağa taşlara. Hoş kalınlar askarı tağlar. Hoş kalınlar havda kuller. Hoş kalınlar çembildeye ilatam. Gitar buldu guruluya sultana. Xudadana barı mine ümmetim. Xuda mana demey mana o'zimda. Üzmey mana Tanrımnana Xudaya. Sen bulguna dev illərdə kuyu qapda. Kuvvetimi Sinem yalğız, minem yalğız Xudaycan. Kuvvet birigin guruğuya benden ya. Alaymi bölük berdi sayızlardın zoruğa. Akılxana tura keldi aldığa. Turam alıp kengin ağırattı. Kitamana kuyu qaba dövləridinə iligi vahiy hay akılxandı kuzarıda yaşları Allah'a yitin onu nalışları barları Gurulxan atını ya mincadı Üstüge ya Rabbimdi be kurun kızıl yigerdi ya teyladı Yigerin izidene üstüden bana verdi cavadı Puştaminem eğildi ya tartalı Hurcin ya yunutminem muskala Talkan bilen bulaktağı suları diye mişkapkaya saladı Hay on turtulla hurcuniga teylaba Hoş al yar çembil bildin zoru Ay karana jeler buldu tumana Çembil bildi kuruşlarım gümana Göz balam avazhana balama Karılıkta başımda ya saldı ahıra zamana Kin cahenler tar buldu Kutulurşka gurulhan zar buldu Gurulman neyle indi vadadan Yapkiyle şirin şeker tillerden Dumağı var söyledi ya tiliden Bul bul kunar bağlardına gülüden Ayrıldım hayatına Şambil degen karlıkta ilimnini Üzerine ayağını tıradı Yaratana muradını tiladı Görüngende gurulu da sultandı Rabbim avladı da Çarayla da tuşka yendi tartadı Kalkandı ya cilkegeye artadı İgerdin kertenege münü bey Şambil bildi darvazasın Darvazabanı açadı Kurun gurulu mertiyay Atım diye sınıp kureydiydi ya Canı vardı çatanege bir kamşını çaladı Darvazadan çıkmayın canı var 19 baksa çembildin kurganı Üstleri bitleri gençten Üstleri pışıkıştan Çılptan zaman kurgana Bir kamçı bilen 19 baksa üstüden Hele butup Gırat uçup Gitar Gece gündüz demede Çatışka yüz kunige yekimede Gıratına cürüşüge karana Şamalıga kuzdan yaşımızladı Hayday bir de çembil bildin yigası Sana aytıp çıkar çöldün giyası
Para yaptı yaranlara Çam bülbülün Gurul Sultan İgası Vahiy Vahiy Rabbimi Oynatıp kıratı Kurun kuru ağlım artı Tervatip karıken devleti Xuda bergen devlete İgadın karsanıga teybe Gurulga Xuda bugün bir yaptı Anna kise ırgıda Havar kise oynadı Cahan kise cılpıdı Şir cürgen yuladana Şirday anlatadı Ha yol bar cürgen yuladan Yol bar sayın curtada Gürü cürgen yuladan Gürü dayın burtada Koyan hagırıp ötken caylardan Hellep can var Çerçeş kayış kunigaya Kelmadi Vahiy Vahiy Aradan olmuş 3 gece gündüz öttü Çirgilikten tillap yana kattı Kurun guruğlu merti Oynatı mıratı yav Vahiy Vahiy Kurun badbah degen Tavgaya ciddi Şunda körün gurulunu arttı, oynatıp kırattı. Arız kaldı çam bülbüller arası. Dilbe verip köründü, badbak degen tavudun karası. Oynatıp kırattı, gurul tavuğa gitti. Canımı ürmelep, tavudun bağıra çöp gitti. Yigerdi aldı, puştameli boşattı. Şunda horcunda aldı. Gurulunu bargancayı balkandı. Aç kayırsa atışta çayıp içer talkandı. Körün gurulu mertti. Attı, calanaştap kırat koyup gerdi. Karıgan canavar kırat. Asta tavda aralap, tavlarda türlü yedigen giyeler toyup cip, saygül otlardı terip, karnı toyup, yirgen kardın suudan içip, guruluk şu uzak kelip, bir gece bir gündüz gurul uxlap aldı. Şunda gurulu sultan uykudan turdu, taratı kıldı, anasını tang namazda okudu, Rabbim Mevla dinim İslam deyip, Puştamına el tartıp, ya Rabbim deyip tavudun bağırdan, badbak tavudun üstten çıkıp yana haydadı. 7 gün aradan öttü. Gurulu bütün dünyadan çöp gitti. Ana körün gurulu marttı. Şunda yolda bir derya var idi. Şu zahar deryanın boyuna yetti. Deryanın boyuna bardı. Attan çıktı. Puştam ayı tarttı, körün gurulu marttı. Oynatıp attı. Daireden ötüp qarasa, 7 nar ullab yürüptü. Bu qanday nar ekan? Kel, bu narlarni oldimga salay. Yaqin qoldi, kıyıqap. Şu Nuralining yoriga, mashqa pariga, yüz ko'rimchiga, sovchilikqa olib borayotgan molim, mulkim, davlatim shu 7 nar bo'ladi deb 7 narni oldiga solib gurulab haydab oladi. Köy kapdaralap ketiyordu. Bir kırdan öttü, bir saydan öttü, 7 kırdan öttü, bir tavudun bağırı etti. Kara tav degen bir tav var idi. Sağanı haddan aşkanı işte banat idi. Karçıgaylar ona şaşardı. Ondan özge kuşlar ona konmaydı.
Ana şunda görün. Tavdun bağdan ötüp sayga indi. İnip asta bir nar yürümeye kaldı. Şu narçanı somguşudan sancanı urup aldı. Narçanın somguştan kan ağabirdi. Bu kıyamet gap buldu. Narça çırılla avaz bir büküre vurdu. Bu narlarını körüp bari narlar ortaga narçanı aldı. Gelalaşıp görü aldırsa haydap barıyatıdı. Narlar tez yugurip sağa inidi. Bu narlar nar emasdi. Aslı yetide dövdü. Bari jirge bir oynap alıp döv sürratiga kirib nar sürratida dövlab yurgan ekan. Üstten aslasini taylab jeti döv bo'ldi-yu, osmonga uchib tov tashlanib kelib Gurg'uniston taylayverdi. Tegirmon tashlab Gurg'uniston tushaverdi. Jonivor nazarga dag'rat, yoshlik adatib rad berib, istatilgan toshni bilib, ikki cho'chib bir sakrab, ga o'taman, ga butaman. Osmondan quyun bo'lib kelaverdi, Gurg'uli ham qaytmadi. Ko'ring, Gurg'uli martni terbatib qarkan davlatda, so'rib tortdi, qirpolatdi, qo'lga sanchani opdi. Ya Rabbim deb davlat bo'lam. Kuchiga quvvat bersin deb ikki dovni kallasini chapchilarga jilib tayladi. Jeti dov 5 dov bo'lib qoldi. Besh dov osmonga uchib keldi. Osmonga uchib ketdi, bulutni aralab. Afsar akasıydı, Güpsar ukasıydı. Bundan bir yağı beşevim aka ukaydı. Bari bir yine bir atadan. Jeti dövdü şunda kırık. Osmonda uçaca maslahat kıldı. Şunu bir balak aptaydı. Bu masada da men oldan boraman, qiygirdaydi. Sen kenidan kelasan, bir balaqib otdan jiqtib olaylik dedi. Shunda olamiz. Agar otdan jiqtmasak, sag'ana oti jomon ekan, haddidan oshgan ekan, dayrada toshgan ekan. Otin ekan juda firibgar ekan, oti sag'ana zo'r ekan, jimishti vaqtda jigan ekan, bilmayman kimnomsa duvoni olgan ekan. Uraman tosh bilan tiymaydi. Bunga bu video bilan Gurg'u duva ketgan ekan. Ana shunda ko'ring, Afsar oldidan keldi, Güpsar keyindan keldi. Changalni soldi, g'iroatning uchada joylari Davding tinnoga botib, ot joniga qayoqqa yurishini bilmay qoldi. Shunda Afsar aynalib keyindan keldi, Güpsar oldidan keldi. Afsar bilan Güpsar Dav Gurg'uni kalasini galdiratib, ukalar ustam tashtaylayotir. G'iroat shashib qolib, yurajini topolmay qolib, qayoqqa yurishini bilmay Afsar bilan Güpsar Gurg'uni kelib changal solib yirkasidan bir tortdi, pushtamni ayl uzilib ketdi, egar ovib qolib ketdi. Gurg'uni osmona palakka olib chiqib, Afsar bilan Güpsar Dav osmoni palakka chiqib taylab jaradi. Yerga tushdim deganda Güpsar ushlab oladi. Güpsar ko'tarib taylaydi, Afsar ushlab oladi. Shita kuyi qopga yetkiradi. Ana davlat maslahat qildi, nima qilamiz dedi. Agar kuyi qopda bo'lsa dedi, Chambilda Avaz degan o'g'li bor edi. 75 yildan bir Gurg'uni yo'lini paylaymiz dedi. Gurg'uli 71 ga kirgan bo'lsa, enadan tug'ilmagandan duo ketgandi. Bir Chambildan Gurg'u degan keladi. Bir Avason o'g'li bo'ladi. 40 ta ajdahari bo'ladi. Ajdaharning boshi Sahi bulbul bo'ladi. 2 mergani bo'ladi. Asatma Shodmon mergan. Bulutning ichida yurgan qushlarni ko'zidan urgan. Unday mergan yana dunyo o'tmagan. Yana o'taman deb ko'p kishi o'z o'g'i o'zi uchgan, hech kim Asatma Shodmonday mergan bo'la olmagan degan gaplar o'tdi. Maslahatni qildi, kedidi, nima qilamiz dedi. Gurg'uni olib borib dedi, ahak degan tog' bor edi. Kuyi qopdan 100 kunlik yo'l. Shunga olib borib Gurg'uni dedi. G'ar bor, g'arning toshda ichidan bo'lgandi. Gurg'uni shunga taylaymiz. Har haftaga dedi bir tirnoqdan 4 tirnoqcha asalda o'za taylaymiz. Shol teshik og'ziga borib tushadi. Gurg'u bir yil yotadi degan gap bo'ldi. Maslahatni martdan so'rang, qaytib kelib namartdan ham bir so'rang.
Devlet maslahatı kirişti. Gurulu ko'tarib alıp barıp ahak tağıdık taştın arasından. Şunda ko'rib çakding astataga. Gurulu dünyaki birinchi bandi bu. Birinchi devlerde qo'latishi. Qarliq yoshida shu so'zga kelib, qarliq chog'ida shunday taqdirga bo'lib, avlod deb chakni ostayotdi. Har haftaki devler 4 tırnak asaldı. Bir mo'rining arasından tishdan taydaydi. Gurulu og'zini ochdi, ochadi. Shu asalni kun o'lmas kun o'tib tursin. Kimden soran Gurulu ketdi. Haktağının astıga. Yaptı Qıratdan soran, nazarkarda idi. Şunday uçaları jülüngen idi. Jallardan devlet kulağdan jülgen idi. Qanıga batıp, şu yünsünde Çambilge qaytdı. Qayta zahar sudan bir içeyin. Novada mine parayım ekan deb, Gurulu'nun Qıratı 3 gıltım zahar deyreden içti. Canavar hayvanımızı ümitini üzdü. Endi bu dünya ketarını bildi. İga ketdi, Çambil bayram bo'ldi. Qıratam dünyadan ümitini üzdü. İşanğanı canı şol edi. 3 marta hahalab kişnadi. Hahalab kişnagan birinchi davuşu zamona larzaga kirdi. İkinchi kişnagan Qıratın davuşu Makka-i Madinaga yetdi. Üçüncü hahalab kişnagan davuşu Gurulunu piriydi Qirchibdan. Xıdır bova. Şu babamla Qirchibdanın kulağı emas yetti. O bu Gurul Sultan'a bir gap bo'ldi. Qirchibdan Xıdır İlyas babam Gurul'a qarab yo'l oldi. Haydab cho'li osmonda uchdi qarasa, bir zahar dayraning bo'ylab o'tgan. Üstülari uva bo'lgan, hamma joy qon bosgan Qırat arang Çambil qaytyapti. Ho, darov bildi pirlar. Gurulu kelibdi, davlarga bandi bo'libdi. Qiyomat endi davlarga tushibdi. Davlarda agar qirib Gurulni o'chini olib bermasa, pirlar zakovatda bo'lmay, endi Gurulu chakning ostida, tog'ning orasida, haq tog'da o'libdi. Deb Qirchibdan borib Gurulni xabar olib keldi. Bildirmay netmay Gurulga ko'ring nurini taylab, Qirchibdan iziga qaytdi. Qıratga Mahmud berib, Qırat asta quvvat kirib, zahardan ichgan suv bilan Çambil qaytdi. Olmuş 4 kecha kunduz aradan o'tdi. Asqar degan tog'ning bo'g'ri Qırat yetdi. Canavar hahalab kishnadi. Shu kishnagan davuşu Çambil'de Qirjigitning qulog'i Yunusdan misqal pari subar yori. Qulog'i jetdi, ana ko'ring bari o'yg'anib, dabılg'anib qoqdi. Çambil bilge katta ilan bo'lib ketdi. Bu dabılg'an eshitgan Gurulga bir gap bo'pti deb, bari Çambilni ko'rib chordarsa jiyildi. Ana Gurulu mard. Yo'q, ot Asqarni to'g'ri kishnabdi, otni kutib, jotdi, ko'ring Qirjigitning ishi sahi bo'lib, To'lak Botirni oldi. Hasanboyni oldi. Hasan Kulbarni oldi. Asatma Shodon Merganni oldi, sahi bulbulni olib, Asqarni to'g'ri jo'nadi. Qarasa Qırat o'ja bo'lib kelyapti. Ana bularni otasi aqti qo'ydi. Ne deyishdi bilmay, Qıratni olib kelib Çambilga. Bu ahvolni ko'rsatib, Yunus misqal parini aytgan so'zga quloq solib, turing, qan nima deydi? Bağıralap taza güller tirerdin. Yalğan şey dünyada oynap kına külerdin. Qıratыңды sembelege minardin. Oynatıp Qıratı
Şen bülbülde gizerdin, karılarga tuzundan de birerdin. Yaşlar diye kılıç bazlı, neze bazlı, kaya udun tembirip. Şen bülbülge kırcı gitti, kırşehirden algandın. Minde Yunus minem mıskal farini, birimizi aldın kuyu Kabdat, birimizi aldın İran Bağdat. Her kim korkar yerde havzu cünü icabından, kırcıgıtın kaytmar yerde Tengri oğudan. Sopuların kaytmay sağır hakkıdan. Kerregin bar leylek güya kuyguday, cincegin bar hukkı soyup ilgiday. Suların kilerlenler tağıdan, buğdayların kiler almış ikiden. İki para bala tavdın karday. Hayatına kayalarda kaldın Yorulu turam hayatını vahiy uçar yedin kanatından kırıldın. Yürər edin karılıqda ayağından tayrıldın. Hem çembilden, hem iki subari yarıdan. Türü yarımla, çembilbilden. Kır dirgitin, kır ejdeherden ayrıldın ha. Türem vahiy. Bir yaşında yüzüge kiyensen, 2 yaşta gür içinde mürdesti imgensen, 3 yaşında Çembilbil'de Ahmet Sarıdar tavan diye bilersen, 4 yaşında çırptan başına pana, 5 yaşında koydun mektepke kadam, 6 yaşta saldın koynuna kadam. Mullan ayti, yol buli, buruluya, vah bağlam ahiy. 7 yaşta asa çaynap, muzlayıp biriken günlerin, 8'inde çişin düşken günlerin, 9'unda dostlar bilen taş atışkan günlerin, 10 yaşında baz oynagan günlerin, 11'inde kızıl okka bulandın, 12'inde havda kuldan kuş aldın, 13'inde kervanlardan bac aldın, 14'inde alvan oyladın, 15'inde perler kırıp şına, 16'ında kuyu kaptan per aldın. Ahiy, vahiy, ahiy. 17'inde sinayzandı kara taşka tüyretin, 18'de lululardan cumanlardı oynatın, 19'da yetip bardın kapılardın ilige, 20'de kayır kıldın bişiz davdu öldürdün ilide, 20'de askarı tavça bağırdın. Hay attın durama. Bugünü karsaktayın kara yerge kattın vahiy haber bir ay kuyu kaptay elimde. Hay anlarım var, ciyanlarım var mine. Haber bir ay maşka degen parga.
devler zor tavdırayın turam diye hay haya alıp giley çembülü bile iyiliga nüştüp parımana neyleyen kanatımdı bugün kiyip kıyı kapka uçayan ha iki kuzum revşaniye iyiydi ya kaydı bey gurulu sultan min birimden min yarımdan min çalımdan kiçayini vahiy Falakta yapılsa bulaymış ya gana buldum mu ya gurulu turamdan min day par ya bir yana vahiy Ana şunda görün, Yunus Namıskal parı yığılap, derdini Xudaga aytıp, bir parıydık, mumun diniga kirdik, bilmeyirdik, Guru Sultanı süydük, qarap durduk, 500 dövdü kırgan aşık bulduk, kıyı qapınam, kıyı tür, bağı İran, şahri barbar, neçi dünyanı kizipken Guru'nu süydük, İkkem 50 şahırdı, musahir kıldı, Kavpırlardan İslam'a saldı. İnday minday parını kanatı kayrıldı mı? Kel mıskal. Kanatın böyle uçamız. Guruna haber alamız. Olmasa bu dünyada şıncana keçemiz. İki bıçak tap, gagırtaktan soyamız. Dünya şulaken, bir vapayken, Xuda birer parzan vermedi. Kel endi nima qilayık Tanrımızı kunamiz deb, ikkovi jilab shunda ko'ring Avazxon. Deydilar zangduz avaz, dastonlari guldan qog'oz. Agar dushmanni ko'rsa avaz, 40 mingni chashkaga chiqiladi havas. Yurtdan zibartang bo'ldi, ikki inancılarni ko'rdi. O Yunus Namıskal pari. Avazxonni opganda jag'asini itaga doğru kesdi pichoq bilan. Shunda ko'ring, jag'asidan taylab, ikki putun orasidan ovdi. Shuncha Avazxon tug'ilgan o'lidi. Uni bilgan biladi shariatda. Uni bilmagan nimani biladi? Ana Avazxon bolasi deb, bolam, sana aytib chiqdi cho'lning giyasi. Ayağımdan orada çöldün, türlü giyası. Sende parzandan keçtim balama. Kayınlarda kaldı, çembil bildin igası. Atı gurulu, hilal balası. 7 yaşta tiygen pirinin nazarı. Düşmandan yok idi onday martın hazarı. Bugün kuruldu da gurulu için ölüm bazarı deyip, iki pavahdı başını uğradı. Ama sen tez çıkıp yine can yine kapım bana. Şu atamda tavup kimesem. Çembilge iga kımasam. Şu atamını öldürgen mi? Tiri mi, bar mı, dövi mi, peri mi, ejdeher mi, osmonda kelgan camon bulut mu? Agar şu atam tovib kelmasam, ayolning lachagi bo'lsin bo'ynima deb qasamdi Avazxon ichib qo'ydi. Alqısa alğaraz, gapni chechanlikda olayın, Xudodan murodini men ham tilayin. O'lmasin Guruli. Shunda ko'ring Avazxon, Eshonpirni oldi bordi. Eshonpir ham saysidi, aqlxon deydi. Odam zotdan ziyoda deydi aqli. Odam xo'rdi jarashtirmas qoshiga, avajilab bordi. Tu Eshonpirimni qoshiga. Jonpirim to'ram, yarimta gapni mendan bir so'rang. Otag'inam bandi bo'pti bilmayman. Yaxshi bir bidov menga saylang. Bidovlar işte bir bidov bor edi. Jiran qush degan qush bor edi. Mana Hasanxon handalini opgan edi. Ravshanxon ham borgan edi. Ulam olib keldi. Jiran qush lekin qushdan ham, shamoldan ham, jildan ham tez uchaydi. Lekin Avazxon juda zo'r yigit, ovmili, qavmli, bardoshli, katta kallasi katta xum kallaydi. Ikki kipta qirdaydi, kallasi kapadaydi. O'tirishi meni ham bir katta bir tavchaydi. Bu ot bo'lmaydi dedi, to'ram dedi. Bo'lmasa
şol Gırat'ın ukası mancım köktü menesan da. Gırkuk kigani bilesen, maybuğun bilesen. Yoktu da bir dua berin Gırat'ı meneydi. Mancım köktün igarı Gırat'ka bulmaydı dedi. Nime için? Gurulun Gırat'ın dedi. Savrusa kelin kiya yatsa boladı dedi. Bu mancım kök ondan anca tağı kiçkina dedi. Osan makalamda bir igar vardı. Şol igarda da apsahlab yatırdım. Jaman kına kere bolsa, yaxşı kına kere bolsa. Şol igarda ap geldi. Bulmadı. Gırat'ı savrus kengedi. Uçası zor idi. Tört taraf nevde kazık idi. Batman kişmiş işte bulmaydı azık idi. Şundaydı. Canavar toyması da yoldan çarçamazdı. Çarçaş kayiş kune kimesiydi. Şunday canavar Gırat'ı da nazarıydı. Ama onu körgen xudalar, kapılar bizarıydı. Ana şunda körün üstüge bir igarda amelle bastı. Körün evazday mertti, kırcı gitti aldı. Hemme aslaha, şunda körün dubulga, kılıç, nayza, sançı, yaraktı aldı. O yigitti bulmazsa atı, onu bilin kelmez gayratı. Yigitti bulsa, yanıda kılıç atı, bilin şunu minem keler xuda birer gayratı. Ana kırcıgıt avmunda aldı, patanı bitket tarttı, ayda çıpkınday battı. Kırcıgıt görün gurun izden cünüptü. Keçek gündüz yollar tarttı. Çirgilikten teller kattı, ayda çıpkınday battı. Körün gurunlu ulları kırcıgıt. Neçe tavlardan, neçe zavlardan, neçe kırlardan, neçe saylardan öttü. Ana mana degince aradan 75 keçe gündüz öttü. Zahar degan dayranın boyuna yetti. Karavi attı köp ötelmeydi. Bahar kunlariga haddidan oshgan ekan, dayra toshgan ekan. Endi nima qilamdi? Jigirlar o'ylashib qoldi. Shunda ko'rim daraxtlar, nechida o'sib yotgan o'rmonlar, necha bog' bo'stonlar, dayraning lablarida necha joyda ko'llarning orasidan shoxlarda, tollardan terib kelib bir sivat to'qidi. 40 ta ot soldi. Yana bir sivat to'qidi. 40 yigit soldi. Ana Gıratga Avazxonni mindirib, ana Avazxonni Gıratga minib, iki sivat 40 yigit 40 bidovni tortib, dayraning zahardan o'rtasiga yetganida bir sepkingan shamoli bor ekan. Qibladan davul turgan ekan. Bir qora bulut keldi, bir shamol bilan jalayo'y. Ana ko'ring, Ahmad Sardor gurun tag'asiam bor edi. Ahmad Sardorni sahibi bo'ldi. Oldi da ketdi. Dayra. Ana sivatni chiqarib, jigirlar qirg'oqqa chiqib, bari joylashaverdi. Avazxon yakka-chekka qilib Gıratni tovu toshdan o'tib, qiri soydan o'tib, dayrani jag'alab, sahibi bulbulni Ahmad Sardor izlab otga qamchi berib ketyapti. Atımdan aynalay ay bilan osmona, Abu Bakır Sıdık Umber Osmani Aliya, medel birer günün buldu haliya. Mekke'ni saldılar İbrahim'e halila. Vahiy, vahiy, Rabbimi yatıvdım hocamra tağıda. Bir tuş gördüm aynı sahar çağıda. Şimdi ya kurgan ya mine ubal imasma. On hazretke Ali kiyav imasma. Can bir makka jigit palvan imasma.
Şunu qarı bo'lsa shigirdaydi shagasi, oltin bo'lsin g'iratini tug'asi, bor bo'lsin jonivordi yo'rg'a bilan zebasi, izlayapti guruhining bolasi, oti avaz, cham bülbülün egasi qamışları aralab o'tadi, bir joydan hallatib boradi. İki dara kesa ko'ring jonivor, g'irat hayban hallab o'tib boradi. Julladiya kayishini bildirmay, Ahmad Sardor sahi bulbul deya izlab boradi. Ko'zidaya Avazxonning yoshiga, ham otadan ham do'stiga sahi bulbullardan endi ayrildi. Jura bir tomonga jetdi ya, suv o'tmoqning ichidaya ikki kalla ko'rdi ya. Qo'lidaya arqaniya karkani bor avazi, tayladiya daraning ustidan, sahini qo'liga jetmadi. Ko'ring sahi dayin endi martiya, Avazxona ulug' bilan qamushtana arqon qilib o'rag'in. So'ra o'zing, og'am sana menga o'zing taylagin. Ular bo'ldim avajana do'stima, ay qarang jillar bo'ldi tumana. Bu dayradan qutulishim gumana, tezroq qilich bilan keskin g'arov bilan qamushdi. Taylagina Avazxona do'stima, Shunda ko'ring ovozday martni tervatib kirgan davlatda. Qilichni so'rib tartdi. Luh bilan qamushni urib, ikkovini arqon qilib, arqani ulab daraga tayladi. Ana bu yana yetmadi. Bu ko'ring uyurtmoqdan avaz bilan Ahmad Sari suv olib yana olib ketdi narman. Shunda ko'ring asta-asta otni jag'alatib, arqonni ko'ring sudrab, Avazxon otga qamchin borayotdi. Oldidan 190 ga kirgan. 180 ga bir moma o'rab, bir rudapa. Avazxonni oldin o'rab, Avazxonga qarab bir suratib turdi. Mama oldin o'rab, Avazxondan so'rab, "Ey bolam, boshimda ro'molim bo'lsin o'daga. Sendan bolam men bo'lay sadaqa. Tanimading-a mamang" dedi. "Yo'q, mama, seni taniganim yo'q" dedi. "O, asli sen buldir qassobning o'g'lisan. Guristonda." "Ha. O, otang buldir qassob." "Ha. Xo'p, ana shu buldir qassobning inasiman. Mozorda yotuvdim. Otang jilab keldi mozorimga. Bolam ahvoli chataq bo'ldi. Jamon jardan borayotir. Nima qilsang qilgin, yenam bo'lsang agar shuni bir boladan giribtordan qutqarib qolgin deb mozorimga jilanga menga ata qildi jonda. Kel shu bolani qutqaray, kel bolam bir ko'rishib olaylik, ana dard bilan hamlashib olaylik. Sen dardingni aytgin, dardingga hamla bo'layin, nevaram deb shunda ko'ring. Mama Avazxon otishda, mama piyada otning uzangini olib uzalib, Avazxon bir ko'rshak quchog'iga oldi, ikkita katta jivozni urib berdi Avazxonning ko'kragiga.
Juvaldı ırgıp sorup aldı, Avasxan'ı attan tarttı, mama tappa basıp üstəmini kanını şimeyi verdi. Qıratı bir tepti, qıratlar bana kulap gitti. Mamanı hadini aşkan, mama zor eken, Avasxan'da kıbırdan bak kanı soğurup içi verdi. Ana işetken kanı kan buldu, kıbladan davul durdu. Avasxan'da Xuday vurdu. Bir pasıda kanı ketip, küçük açıp, Avasxan ko'zi so'lib, Qıratga qarab, jonim Qırat, ko'zim Qırat, jemim kishmish, to'rvang banat, seni minib otam topgan murod, quloqlaring irak-shirak, to'rt oyog'ing navdat irak, otamning oti hozir menga zinhor bo'lding kerak dedi. Yana keldi mama, yana otni qo'yma. Jotib keldi dedi. Jonivar yonboshlab egarning karsanini Avasxonga tuttirdi. Avasxon egarning karsana tutdi. Egarning betiga oldi. Jonivar o'zini o'ng'arib, mamani ham, Avasxonni ham ikki uzangi oyog'ini tiqdi. Ko'ring, egarning karsanini quchoqlab Avasxon o'lsam qirjigitning oldida o'lay deb, hayda qirjigitga Qıratga buyruqni berdi. Jonivar shuncha silkiydi, mama Avasxonni ayrilmaydi. Ana dayran jag'alab jetdi, qarasa ikki kishi jumalaq o'ralib kelyapti. Hayda Avasxon Saxi Bulbul bilan Ahmad Sardarni olib kelyapti. Qirjigit o'yin kulgini boshladi. Kimlar dumon chaqladi. Durbinda olib To'lak Botir durbinga qarasa, bir rudappa Avasxon ustiga minib kelyapti. Qiyomat unga tushdi. To'lak Botir o'zini o'ng'arib oldi. Otini yakachirga qildi. Ko'ring, To'lak Botir aqlli edi. O'zi zo'r edi, haq degan do'stqildan tutaydi. Chambilda bir To'lak Botir bo'lsa ham, ming Botirga arziydi. Otga minib, oldini o'rab, qarasa Avasxon tamom bo'pti. Rudappa mama shishib ketibdi, ko'zlari hadin ochilib ketibdi. Shashmangarda qirjigit arqonlarini taxladi. 40 qoziqqa 40 arqonni baylab, mamani bo'ynidan baylab tortdi. Avasxon tortmangar. Jonimdan tanam ovuzi meni ko'kragimda. Mama meni emib jotdi. Ulay qildi bo'lmadi, bulay qildi bo'lmadi. Endi nima qilaman? Maslahatni martdan so'rang. Saxini olib kelmasak, buni ayirib bo'lmaydi. 40 ot 40 tomonga tortdi. 40 qoziq 40 tomonda jipda, orqanda. Mama ayrilmaydi. So'ng o'zi kelib, gapga ulab. Shunda Avasxon o'zi kelib, gapga ulab. Saxini topib kelgan, To'lak min bidov dedi. Dayrani jag'alab ket, ikkita arqanda olib ketdi. Juda olisga ketayver. Yenib ketsang, odog'da tavasan bari dedi. Ahmad Sardor bilan Saxi Bulbul dayra olib boryapti dedi. Ana Qıratga minib, ko'ring, To'lak Botir qamchi bermagay, Xudo nazar qilg'ay, doim har yigitga bir duo olg'ay. Haydab otdi, ko'ring, To'lak Botirday mardni terbatib karkan davlatda. Jonivorni ingranib, indirib borsa, ikkovi yana bir aynalmay chiqib qopti. Arqonni tayladi, bir tayladi yetmadi, yana oshirib tayladi. Arang Saxini qo'lga yetdi. Ahmad Sardor Saxi ilashdi. Birimiz olib chiqsin, birimiz sabri yo'q dedi, men dedi. O'lsak ikkovimiz ham o'lamiz, men qolib ketaymi sendan deb Saxini ko'ring. Mahkam bir joydan ushlab, ilashib, ikkovini ham To'lak Botir tortdi, qirg'oqqa olib chiqib. Saxiga aytdi, otga min dedi. Bor Avasxon bir rudapaga yo'liqdi dedi. Bir rudapa yoshlari 190, 180 ga kirgan. Avasxonni qonsun. Ay attang o'zim biluvdim-da. Abdurahmon Jadigarning inasi shu qora tog'larning orasida zahar dayraning bo'yida yuraydi. Shul bo'lmasa navoda deb otni oldi. G'aratning biri o'zini tayladi. Shashma meni ham olib ketib, Ahmad Sardor otning dumini olib qoldi. Shunda ko'ring, To'lak Botir Ahmad Sardor ushlab qoldi. Ayaman haydaysan, taymaysan. Otni o'zi qo'ygaysan, G'arat o'zi olib boradi, G'arat ko'ring, jo'nab ketdi. Ikkovi piyoda bo'lib, ko'ring, To'lak Botir Ahmad Sardor jitalashib izdan ketdi. Ana endi gapni kimdan so'rang? Gapni Qirjigitdan so'rang.
Mama avasonni qonni to'ygan, 2 sumakni qo'ygan, 2 sumak badanga o'xshab qolgan qonni ham so'raman deb, mama agar menga tegsang, baringni qiraman deb hech kim tinolmaydi. O'stidan saha bo'lib g'irotni olib jetdi. G'irotida egarning karsaniga, g'irotning beliga pushtamaydigan. Mamani bo'ynidan, mamaning belidan, mamani chatondan bilasanlar. Bu Abdurahmon Jadigarning enasi dedi. Yoshlari 160 dan o'tgan. Ana ko'ring, Sahi Bulbulda Ismazam kitobni oldi, o'qidi. Buni ham zahrini topdi. Buni ham narxini topdi. Buni ham duosini topdi. Ismazamni o'qib, xo'rjining ko'zidan turligiga degani olib, mamani bunniga shunda iskatuvdi. Mama, voy bolam, Abdurahmonov deb avasoni ayirib qochmoqqa bo'ldi. G'irotning beliga baylangan, pushtamdan egarni karsaniga. Mama qochaman bo'laman, qir yigit qirtamanga, g'irot bir tomonga. Ana endi mama qutulmas kunga tushdi. Gapni kimdan so'rang? Ot g'irotdan jipni bo'shatib, mamani qir yigitga berdi. Qir yigit mamani ko'p qarib chavdi. Mamani peshinga chavdi. Kun batar oldi, qir yigit mamani tanadan kallasini juda qilib, har bir puta necha go'shini olib qolsa, mamani titibini chiqarib, kallasini olib, kallani qamishda arlatib bergan tebib, 40 otdimi deb qaytgan. Nima qilding? Shunday qilib, bekor qilsanda. Kalla menam istixonni olib kelmaysanmi bu yoqqa deb Sahi armonda ketdi. Ana endi tomoshani qiling, jigillar luqdan, qamishdan o'ziga chayla qilaverdi. 40 chaylani qildik. 40 chaylaga 40 yigit kirdi, damini oldi, rostladi. Ana ko'ring, Ahmad Sardor bilan To'laqbota yetib keldi, davridan surdi. Yaxshi 4 ta 5 ta ovchini qo'ydi. Bir xil o'rdak, bir xil g'oz ortdi. Bir xillar ko'ring, kiyik otdi. Shunday dayrani bu obod ekan, qamirzor bosgan ekan. Bu yerga o'tirsangiz yarmi o'rmon ekan, bu yerda bar tog'ning bo'g'ri ekan. Qara tog'ning orasida 2 tog' salishib yotdi. 2 tog'dan chiqqan olov yana ayrilib ketadi, yana shunda cho'g' yerga chiyatir. Bu nimasini deb Sahi Bulbul 5 tirani olib, jirkasa taylab, piyoda bo'lib bir ovlab kelayotgan, asta qara tog'ga jo'nadi. Ana tog'da aralab, saralab, qirlab, soylab borayotgan Sahi Bulbul qara tog'ning ustiga chiqib salishgan joyga 2 tog' salishib yotdi. Olda borib qarasa, bir Rudappa, bayna aytganim Abdurahmon Jadigar 90 ga kirgan. Ismazam kitobni o'qib yotdi. Sipsa tog' bir-birini salishyapti, ko'psa tog' ayrilyapti. 2 tog'dan chiqqan olov tosh bo'lib, yerib pastga tushyapti. Xo'p, tomoshani qilib o'rgandim mana. Tomosha qilib turaverdi. Ana Abdurahmon ich burmagan gartak nasovligi bor ekan. Davachib yozilib kelaman deb chiqib ketdi. Bayna Ismazam kitobini Sahi Bulbul lippa o'g'irlab olib, qo'yniga solib, saylab, qamishni aralab qochiydi. Ana ko'ring orqasidan bu Naymat mamaning o'g'li, bu juda jadigar edi. Bir sher bo'lib Sahini o'rtaldi, qilich bilan sherni o'ldirdi. Yana ketaverdi. Bir pasta qarab bordi, bo'ri bo'ldi. Bir pasta qaradi, bu qo'yam bo'ldi. Oxir o'ldirib, kallasini janchib, taylab, kitobni olib borib o'qisa, Go'ro'li bandiboni shuncha oy bo'pti. Kuyqopga taylamabdi, kuytirga taylamabdi. Eronboqqa olib bormabdi. Ahar degan tog'ga 2 dov afsar bilan gupsar ahak tog'ning g'ariga taylab qo'ydi. Buni bilib oldi. Lekin ahak tog' qayda hech qaysi Go'ro'ni uni avasxonam bilmaydi, Sahi Bulbul ham bilmaydi. Buni bilgan Rudappa o'lib ketdi. Afsarni gupsarni qayerdan hech kim bilmaydi. Qaysi tog'dan, qaysi zovdan, qanday dashtdan, qanday daladan.
Ana ko'ring kelib maslahat qildi. Maslahatni martdan so'rang, qaytib borib namartdan bir so'rang. Qir yigit maslahat qildi, Sahima Avazxon g'iratga mingashib asta. Bir chorvaqti ustidan yetdi. 5 amtar sirishda olmalar pishgan, tayga tushgan, sisarkalar sirkillashgan, budanalar sayrashgan. Shunday qo'rg'on unga ot o'talmaydi. Kel bir ish qilaylik avazda. Seni otning egardin qavatiga baylayin dedi. Pushtamni ayliga dedi. Seni otga qamchi shu chorvaqqa ot kirib darvozasi bo'lmasa mana. Darchasi bo'lmasa, eshigi bo'lmasa, teshigi bo'lmasa, buni ne bilamiz deb Avazxonni. Shunda ko'ring chorvaqtichiga ot turib kirgizib berdi. Saha aramida piyada ovlab, qirjikdan qaytib ovlab keldi, anchagina otib keldi. Foydasi ko'rib, qirjikka bar bo'lib kelib, sho'rva bilan go'shtni barib parlatib urdi. Qani Avazxondan bir gap bo'lar deb, xo'p kutib oxirini ko'rdi. Ana shunda bol avaz, zangliz avaz, dostonlari guldan qog'oz, dushmanni ko'rsa mingini chashkash qiladi havas. Oydin 15 ta to'lgan, go'rg'li ota uchun xizmatni qilgan, ota qayerda bani bilmayin, gulchorboqqa bir qo'rg'on ichiga kirib, qarasa havuzning ichida 40 ta gul baylovli, 40 gulning yonboshda bir gul baylovli. Har qanday uni jigit quchog'i ololmaydi. Bu gul kimniki edi? Mashqa degan pariniki edi. Shunda ko'ring, ot qo'yib jardi. Jonivor hayvon bog'da aralab, chorvaqda aralab, jonivor g'irat o'z kunni ko'rdi. Bol ovoz bu gapni xabarini bilmay, baylangan gullarga qarab, qirbitda guli bor ekan. Demak, bu mamlakatning parilari bor ekan. Parizod gulni yaxshi ko'radi, havuzning bo'yinda asta jotayverdi. Ana endi yotishga mayli-ku, birgina qiz asta chiqib kelib, bir bidovni ko'rdi. Bog'ning ichida shipirib urib qo'yapti inson. Otning oldiga borib, otga gartek himoya qilib, bir tayoqni otaman dedi, ot qulog'ini qisib, bayna qizni quvib ketdi. Ana shunda ko'ring, otdan qochgan qiz bola, yoshgina shu chorvaqning egasi edi. Qochib daraxt panalab, chorvaqni aralab, qo'rg'on ustiga chiqib ketdi, otizdan quvib ketdi. Bundan qo'rqan bor. Nima qilishni bilmay dirillab, o'z ko'z yoshini to'yib berdi.
Bana bir seni yaratkana Allah'ım. Perelere tire koşup gelsin Hudayım. Beni atamazsın Mekke Medine'den neyleyin. Yine gene peri yedetiyordu ya Hudayım. Bu cürlaka cügelmeke yine gene alıp gelip teyledi. Yine urukların peri zaten neyleyin. Hay takdirime şurikana Hudaya. Bir dav kelep izimlana kuduya. Hay çar baktı ya. Balakana kaya çıkıp cıla yaptı neyleyin. Kıyamette kaldı şimdi Hudaya. Perilerge tile vatıp tile yaptı Allah'ım. Kurni korkanından yaranlar. Yürelmeyen derillerde neyleyen. Osman'da bulutlara yağmur bulup cala bulup cavadı. Yerlerde ya görününde bulut basadı. Cala geldi calanın izinden. Kırı bir para, kırı bir para. Çar baktı ya, gül çar bakka konu Vahiy, vahiy, vahiy. Kız bala çok çıktı aldın orada. Karılar kulunda kab, üstelde kabını çiçi yaptı. Ne mediptir? Hay balak ya. Hay balak ya. Kılsa bular yagana. Başka parı kira gaygını dügana. Minsinnana dayım bulay sadaka. Bir dav keldi iki puyara buldu ya. Şorum kurup balakana panalardı aldı ya. İşemesen yürgün değmen dügana. İhtiyar bu siyam calma cutadı ya bulgana. Ejderherden kata yıkan ağzı ya. Munday hayvan umrum boyum görmegen. Renkler ya tüyagaya süpürmaya hayvana. Pilde gördüm, tüye gördüm, munday hayvanı görmedim. Kimlere gaya şu hayvan demince ya. Vahiy, vahiy, vahiy. Kara bandaya kıçkıradı boyulu. Kazının aldı da dayım turar nayıbı. Dügenecan parizatım karağın. Ejderherge okşaydı ya. Kurun indi iki kıptı da iki güne calı. Vahiy, vahiy. Yılamağın kıymakına düzene. Gidavlardan gelip de yazurgana. Bir yıl buldu şükürdüm dügana. Bir jigite mine bulup mihmana. Şu jigite aşık buldum neyleyen. Atı çişimde ya bal avaz. Şul avazdın bir avaga. Minca yine vahiy. Kurhaydı da canım var. Kulağına dirke koydu ya. Karığına kırat kaya karana. Hay maşka parını aldığa gelip. Başını ya iskep tüzesiz ya başını ya koydu ya. Hayvanam boza nazar ya yedi ya. Maşka tanıp calıdan attı öptü ya. O canavar nemeyin turdu ya. Kavatı da dükanası dirillaydı neyleyen. O canavar akkallasını bir day kurtarma. Kışnapkına yardı.
havuz boyunda uxlab qolgan avaza chachirab o'rnidan turib ikki farzandning oldida turgan g'irati ko'rmay to'xta deyman bayan ayla o'zing kimlar bo'lasan ne sababdan otimga duo berib turasan nima qilding otim senga bo'ylar yeyib turibdi qanday duolarni kiya aytib turasan tiymagan shamil bilding zotiga tiymagan gurug'ini g'ir ko'k degan bidavlarning zotiga otag'inam bidaviya bo'ladi kiya ina qara menday avaz onangni ikkovingni to'rt ko'zingni o'yadi mamlakatingni vayron qiladi bilmaganing bildirib qo'yayin tegma qo'lingni tegdirmayin shambil bildim shul xonadon shul bidava g'ir ko'k bidav gurug'li sulton qanatiya qayg'ir qushday bo'ladi ikki farzand qarasa bir yigit kelyapti yusufi qanxonday zulayho janxonday odamning joniday zig'irning guliday yigitning begiday to'xtadi bo'lmadi. Farzand so'ragan, shoshma nomard dedi. Avval so'ra, otingni ham so'ra, o'zingni ham so'ra. Nima gunoyim bor? Otingni bir ziyat qilib, jonidan bir o'pdim. Qilgan gunoyim shu bo'pti. Xo'p, nima demoqchisan? Qani qaydan kelib qayda borasan? Bayon ayla, o'zing sen kim bo'lasan? Bu chorvoqqa qaytib kirasan. Ne sababdan kelib bu chorvoq egalik qilasan? Bu chorvoqning egasi men bo'laman. Qiyomatda o'rtaga solaman. Senga o'xshan ajdahari damimga tortsam, seni urug' yetim yesirlar joyidan ko'rolmaysan, yerding kamidan o'zing tovasan. Ha, shunda ko'ring. Qani bayonalar kim bo'lasan? Bayon bergin qani o'zingdan deb avasan turuvdi. Shunda farizat bog'larda ochilgan bog'li guliman. Gul ustiga qo'ngan bulbuliman. Tergab meni so'rading. Şansan kuyu qopda mashqa parilarning piriman muncha qichib muncha qisab so'raysan avazxon deydi o'zingda bilmadingda suvar orangda men qilmayman bilgan xatamda ko'rdim tushimda bir yil bo'ldi senday norday ko'ramdi bayanaylar bir yil endi o'tadi senday marta farizada tishlarida ko'radi bir buqatda binibgina keladi beshidovda kallasini chapchaday qilib jiladi shu yigitga oshiq bo'lgan firaqman otim mashqa parilaridan sorilar Bağaralab taze güller tiraman Tanımasan tanıtıp koyaman Evveliydi namın diye aytma Sen Gurumunu bulursan Yigitlerin narısan Şengenim arımsan Maska deydi meni ya tanımadın balavaz İki dav kelib gına qo'ymaydi biri afsar biri gufsar senda jo'ram narman endi ketmaydi bidavingni bedegayamin sana makkadan tilovatni olsanga pullaringni bilib oldim xudoya boshimda ya o'chibgina ketadi
Başımdandır endi naylayan. Seni birin mine dua okudu. Bir kasa suda mine pullarına bergandi. Mine bergan suvlarini içtim ha. Seni uzatganımda ya çapkıda tugul paketi ya. Günaylarım şumu diye turamma. Hava degan sen bolasan naylayan. Yüreğimde bugün endi bildin mi? Ahiy, Bar gapda aytdi, avasın bavırğa bastı, avzu burun öpüştü, ikovi xuddi yaraştı. Cennetin gülge, bağdın gülge kirgendayıp ikovi jitelaştı. Degene bar cevap berdi. Kızlar çarvaqta aralab bir hesap, tübü yok, tüynüğü yok. Çarvaqta aralab ketdi, avasın ikovi. Körün balaxanaga chiqib, qizlar chalg'ib, o'z parasini, o'z yorini o'tova kirib, tizdan dastur beldan ko'rpa tayladi. Avasxonni juda siyladi. Avasxonning oldiga borib, turli tuman kuylaklarni kiyadi. Qarasa ruhlariga Xudoyim, bu parizat parilarning parisiga bo'ladi. Shunda kel, men senga oshiq bo'lgan, ko'rgan tushimda seminingdi, xuddi o'zi aytganing, sen ham, men ham tush ko'rganim. Otamni o'limga seni uchun yuborgan men edim. Kel ikom kelish olay deb og'zi burun o'pishdi. Osmonda julduz ovushdi. Ko'ring, Avasxon parizatga yovushdi. Ko'ring, osmon to'ntarilganday bo'ldi. Yer boshquvvatdan tug'ganday bo'ldi. Ko'klam o'tlar qurib boshquvvatdan Xudo baraka berganday bo'ldi. Ikov chordaraning ichida, ko'ring, balaxonaning to'rida o'zining o'tovi joyida o'ynab kuldi. Tang sahar suhbati qildi. Avasxon ko'ring, tang sahar ve kiyanki dedi. Parizat sandı, mashqa otimdi. Sendan bir yo'qchim so'rayman. Kim dedi? Go'ro'g'li sulton, bo'lgan olamga doston. Kofir davlati qilsa ko'ra qilar edi yer bilan yakson, ko'ziga ko'rmas oy bilan osmon. Abu Bakr Siddiq Umbari Usmoni Ali madad berar kuning bo'ldi voy hali. Xudoyam Makkadan ravzasi qo'llasin deb bu gapni aytgan, shashmadi. Tunonida bundan bir 2 oy oldin Afsarma Gustadov kiydi. Bir dunyoning zo'rini, sohib Qur'onni bandi qildi, deydi. Qayerga olib borganini bilmayman. Bir qarayqani hisobiga shunday qarasam, erta o'la chashga Afsarma Gustadov kelar ekan. Ana qirdan usta qo'na ekan. Bu soyda men turaman. O qirdan vaz aytadi. U vazni men qabul qilaman. Oldimga kelmanga davlat. Bir pichoq olib yuraman. Shunday davlat yaqinlashib kelsa pichoq gagirdan tutaman. Agar oldimga 4 qadam kelsang, shu gagirdan pichoq solaman. 1000 kunda o'lguncha bir kun o'lgan yaxshi emasmi? Seni sirri savdo so'rayman, sendan muhlat so'rayman deyman. Ana shunda vason ayt dedi. 1 yil aradan o'tdi. Avvalasi 9 oydan o'tibdi. Bir qara soqol, ko'gala soqol. Ko'zlari piyozon tarkashday qovoqlar qo'shmishday. Bir yigitni bandi qildim dema. O'rta yashar, yoshi 70-71 ga kirgan. Bandi qilsan, menga yor bo'laman desa Afsar bilan Gufsar. Qaysinga tiyaman, qaysing zo'l qilasan. Biringmasa biringni o'ldirasan-da. Yo muningga tey, yo uningga tey. Akov-kapsan biring zo'llik qilin, yo biring taylab, biring meni og'in. Biringga yor bo'laman, ikkovga yor bo'lalmayman. O'zim boshqa pari bo'lsam, Quyqobning poshshasining qizi bo'lsam, parilarning parisi bo'lsam, eng parilarning sarasi bo'lsam, ikkovga bir kelishaydi deb savol beraman, oxir otangga so'rab olaman. Ey barakallah dedi. Qoyilman senga dedi Avasxon. Ana o'la chashka bo'ldi, yomg'ir bo'ronlar o'tdi. 2 ko'rin qirning ustida 2 dov kelib qo'ndi. Shunda ko'rin ishtak chalib, narra tortib, mashqani chaqirib oldi. Ana shunda mashqa asta yurtang zibatlar kuylak rang-barang kiyib. Shuni ko'ring, atib upalarga urib asta soyga inib bor. Qani nima deysan Afsar bilan Gufsar dedi. O kiyanki qachon tiyasan dedi. Necha yil bo'ldi tiyasan deganing dedi. Aytganimga ko'p yil ketdi dedi. Ana shu yilda hisobini olib kelasan dedi. Men bir savol berma, savolga javob berasan. Bermasang meni yana qaytib ko'rishmaysan dedi. Asta davlat qasoya inetib pichoq olib shunday pichoq gagirda qo'ydi. Yana bir qadam bossam, 1000 kunda o'lguncha hozir o'zim jonim olaman dedi. Davlat iziga qaytib qara chiqib ketdi.
Xo'p dedi, ayt dedi niyatingni. Niyatim bitta dedi. Bir tush ko'rdim, tushimcha ajoyib ish ko'rdim dedi. Menga 9 oy bo'lganmi, 1 yil bo'lganmi dedi. Iyog'ini da o'zi biladi kim bo'lsa ham dedi. Bir qara soqqol dedi, qoshlari qara, bo'ylari gazli. Bir degan qo'shray bir bobommi, odammi banda qildingmi dedi. Ha, endi g'ar dedi, seni sohani gapini gapirding dedi. Yani bitta kelib uraman deb toshni otdi deydi. Yana bir tosh atsam o'zimni o'ldiraman. Haqiqatan banda qildi Guruli degan chamilning zo'rini 75 yildami jo'la qaraymiz. Tushimizga ayon bo'ldi. Shuni bir Avazxon degan o'g'li bormish. Mashqaga oshiqmish. Bir kuni mashqa parini olib ketarmish. Afsar bilan gursar qurib qolaymish, kuyi qopdim. Musulmon elga o'tib ketaymish. Hali musulmon o'tganimni dinga kirganimni yo'q, shu parda yuribman. Yana bir gapim bordi. Qayerda banda qilmasa joyini aytsang bilsam, men ham ikkovingni murod tilasam, navoda orqasida kesatishlar ko'rib tushimda senga bayon aylasam, ne dersan dedi. Bu gaping durust dedi. Unga gupsar aytdi, toshni o'rdida og'zida qoblanib qolsin dedi. Bu dedi Gurulni qayga qo'ygandirman. Meni yor qilamansan, menga siring savdangni aytmasang, men senga qanday yor bo'la olaman dedi. Bu gapini durust bilib yana mayli aytaydi. Kuyib qopdan o'tsan, kuyuturdan o'tsan, kunbotish tomonga borsan. Zahardayla aynalib keladi, undan o'tsan. Ahaq degan tog' bor. Ahaq tog'ining ichida bir katta zinnon bor. Shu zinnonni tubida Gurul yotdi. Uni yo'lni paylab yotdi, Avazxon degan o'li keladi, yakka ot minib dedi. Ana shuni olamiz, ana shundan meniki bo'lasan dedi. Hali qani qiblaga ham biladi. Iyog'i Xudo beradi. Qani bilganim men ham bilaman, menki farzot tushdi barni ko'raman, aytganim aytgan degan. Sen de nima bilading? Menga dedi yanada 40 kun mo'hlat berasan, anakin dardimni aytaman. Ana 40 kun devlet mo'hlat. Avazxon shu kun ham yotdi. Ikkitasi ham yotdi, aradan 3 kun o'tdi. O'ynashdi, kulishdi, og'zi burun o'pishdi, suyishdi, murod maqsad yetishdi. Avazxon qasam ichib, mashqa para, bo'ydoq edim, yorli bo'ldim. Yolg'iz edim, jup bo'ldim. Haram edim, halol bo'ldim. Oynadan ham toza bo'ldim. Senday mashqa yorni ko'rib, tushimda ko'rgan haq bo'ldim. Xudoga bor haq bo'ldim. Ketasammi, yo'qmi chami? Avazxon nima desangamga ko'naman. Bo'lmasa menga javob ber. Meni 40 kun ya bir kam 40 kunda yetib kelaman nasib bo'lsa. Men otam tavoyin birovga og'zachi ko'rma, farzandlarga aytma. Dugonalarning gapisidan gabamoqchi bo'lib turma. Agar bir gap bilsa, xonangdan ko'zing o'yib, shirin joningga ketib, sen nima bilasan? Avazxon roti bilgamında, 3 kecha kunni mashqani bilan o'ynab kuldi, davrani surdi. Mashqani haqiqiy farzatligini bildi. Oydin 15 ta to'lgan, oppoq qordan ham tani oq. Yuzlari ko'rin xumor, bo'ynida bir uni tumor. Unday farzat bunga kelmoq, Xudo biladi gumon. Roting bilgamini bir qamchurdi. 24 paxsasida hallab chiqib ketdi. Qirjikda olda jetdi. Saqa bo'ldi otingni mindi. 38 kun qoldi mo'hlat dedi. Afsami gursarda otamni ham bildim dedi. Beshtiran oldi dedi. Sanchani ol, nayzani ol. Hech nima qoldirma. Oy qirjik dedi. Baringga bitta nasihat beri og'in dedi. Hammang bo'yra to'qiysan bugundan boshlab dedi. Bilsang ham to'qiysan, bilmasang ham to'qiysan. Qayerdan kim keladi so'raydi. Mening otimni saqinat aytmaysan. Qayerdan bo'lsa chimma-chindan bo'laman. Bo'yrachi bo'laman. Bo'yra to'p sotaman. Ta kuy qoplab kuytumay olib kelaman. Qanday qilib kunimni shu yerga o'tkazib yuraman deb aytgan.
Ana iki bidovda minib, Avasxon Saxi bulbul Aydın 15'te to'ldi. İki bidov damin olgan, rostlagan, inqillatib qamchini berdi chataniga. İki bidov osmon, yer, palak. Bir gapni aytolmabman, kechirasizlar. Afsar bilan Gufsar devdi. Gufsar dev Mashqaparni o'ldiraman deganda, toshni og'ziga qoplayman deganda, birov so'rab qo'ydi. Nimaga sizlarga tiq o'tmaydi? Otsa qilich chopmaydi. O'q o'tadi-yu, jarohating bitib ketadi. Sababi nedir? Men senga tiysam, joning bormi, yo'qmi qaytib bilaman dedi. Ort og'zimdan tashqa deganda, shashmadigan bilib olayın. Men senga tiymay qo'yagayn, o'z kunimni ko'ragayn, pichoqni bo'zg'ab qo'ydi, Mashqapari. Bo'ldi aytamiz dedi. Zahar dayraning bo'yinda, kun botish tomonda 40 kiyik o'tadi. Kiyikning ketdan 40 qadam bir oq kiyik yuradi. Shu oq kiyikning ichida balaniga Afsar bilan Gufsar devding iki chuvalchang joni tikilgan. Ana shu iki qurtni chuvalchangni ushlasangiz, Afsar bilan Gufsar dev qo'lingizda bo'ladi degan. Ana endi 40 kun mo'ylati shundan kelib so'ravdi. İki bidov hanqillab jo'nadi. Ko'ring avaz martdi. Ey Saxi, uyg'un kelmasin, uxlama. Menga moling moyama, umrlaring zoyama. Tez kelgan davlatingizdan bir loti bo'lama. Xudo berdi do'stim, hayda, zahar deraga yetaylik. Shu oq kiyikni olaylik. Nima qilsak Afsar Gufsar jonini joyimizga joylaylik. Men bir to'rvacha tikib ikki chuvalchani solay. İki chuvalchani izibgina Afsar Gufsarni qiynay. Tovuq toshlar kallasini urdiray. Inag'arda bilmagan bildiray. Ajal etib paymonamni to'ldiray. Ana ko'ra iki bidov haydab ketdi. Ikkovi Xudo quvvat berdi. Ana men degancha bir kecha bir kunda zahar degan dayran Xudoning isboti bilan, Xudoning haqligi bilan, Xudoning barhaqini jetdi. 3 kun poylab birinchi kun 40 kiyik o'tdi. Zahar dayran suvni ichdi qaytdi. Izidan 40 qadamdan keyin oq kiyik bordi. Jetdi qultum suv ichdi. 7 gaz suv pastga taglab ketdi. Ana bunu jazoga tutib otdi, o'q tiymadi. İkinci kuni ham o'q otdi, ulam tiymadi. Uchinchi kuni o'q otdi, bo'lmadi. Ana 4-chi kuni Saxini qo'lidan Avason tortib oldi. Kiyiklar suv ichib o'tdi. Oq kiyik suvga boshini qo'ygandan Avason jazo ko'zlab, ko'ring, ko'krakning boshidan, gagirdakning qoshidan kiyik tibirchilab bordi, qoldi. Avason ustidan kiyikni kallasini chapchirib julib to'yladi qilich bilan. Qısa alg'araz kiyikni so'yda terisini archidi. Bir xaltaning ichida ko'ring kiyikning iki chuvalchani tovib oldi. Avason xaltasi solib oldi. İki xalta sotib, ikkitagina jonni qiynab iziyverdi. Bilmaganing bildiray, ajali yetib seni ya, davlar paymonangda ya, avval mana to'ydiray. Hay, hay, Aşığadık birgina, şulana urar yüzümde, kervanı yürər imişə, Mekkanına yoluğa, neçə merdara, yer almaydı özümde, Xuda kuvvet versin ha, ata canımı ölmesin, min barığınca atama, dünyadan gitmesin. Hay, hay, Bipil taya yanarma,
Çıraklardan himoya bir maydan haydadı avaz. Kolida ya çuvalcan, kıyna yaptı canlıya. İki çuvalcan görün, izledi Xudaya. Osmanda ya buluta, taram taram buldu ya. Osmanına ikiya, devlerge uçup ga uçup ga konup, yerlerge ya konup, içine ya uçtaba, kildi avazanın aldığı ya başarıp. Hay hay Devler geldi pananiye tiladı. Devler geldi başını yadı. Rahmetime avaz kandı kuruna. İki çuval çanlı yedi bir yaranlar. Devler diye kuruna. Cilgayinde avnatıp ga birine kanını, ga başını canını. Koluğa ağan avaza kıyna yaptı kuruna. Efseri bilen Gusargına devlerde haydi Aksa Avazxon iki devde kıynadı, iki dev aldığa keldi, boş vurdu. Şunda körün gıratı aldı devdin üstüge. Saxını mindirdi atını, Efser bilen Gusarga, Avazxon bilen saxı bulbul minip, ahab tavacunad. Ana mana degince iki günden ötmey kalınca ahak tavacıydı vardı. Baş Guronunun gardın başına katta bir taşta köketele koyanına açısandı. İki dev taşta aldı. Şunda görün Guronunun adı Avazxon. Açıdan Guronunun gardın beter şöyle urgan neyken. Avazxon atacan, canım atam, Çambil'de bigim, şeŋen ağrım. İki dünya halalım, tavlanın başında iripti karı, kepti balan intizarım, keçir atanla, can atacan pırım, şeŋen ağrım, Mekke'den duva dirgen halim. Dep, Avazxon Guronunu garıdan karab, bir söz bırındı. Tağdır kulları bilmegenim bildirdi. Eceliyeti paymanamda doldurdu. Ata canım, keçirine siz bizde. Ata canım, keçirine siz bizde. Bizden yendi kata uval buğanda. Öz perizanti atasını ölümlere cibarıp, ölümlerge cibarıp, atasını balasıya ata debler bugün izlep digende. Hay pelek diye kılsa bular yegene. Tuba kıldım ata canım hay atam. Şengene askargana tağlarım. Çem bülbülde şengene ulnarmi. Vahiy, vahiy. Mana dünya almamışsan harmısın? Zımıstanda çöküp yatan kar mısın? Şakası da ata canım var mısın? Cennetkeye barman nerede tirikin misin? Duzakaya barman diye tiri tar mısın? Min etmesen bilmey misin yerenler? On hazrette Ali kiyav yemasma. Can bir makacılık balvan yemasma. Şunkar ulsa şekir gaydek şakası. Ota kildi mi? Aldığında tılla kemerliya. Soluğu yatılla da ne buğana. İgadına karsanıga bana da cavana.
Gıratına seni kütüp duruptu. Kel atacana. Mahiy. Gurulsun haya deb jardı. Atada. Balam tirma dedi. Avazhan şunda iki doğdu çuvalçağını bir boğuya baylap sakın mine verdi bilmeyim de. Bilmeyim bilmesen kaytaydıgan da men bilmem. Dünyada bir gün işemeyim de. Özüm işinemem. Hak mert yigit özü işeniş gerek. Mert buluş gerek. Jigittin gapi bir bo'ladi. Yine bir tug'adi jigit, iki tug'maydi. Yana iki tug'sa Xudo biladi yani. U dunyam bu dunyam bo'lmay qoladi. Ana shunda ko'ring, jigittin begi Gurulni uli bol avaz saqi jipni uzatyapti devlar bilan. Qilichi qo'lida dev xizmat qilyapti. Shaknosa tushirib, otani bog'ridan bosib, hatta uni g'aridan Avazxon otasini bog'ri bosib, vurib chiqarib olib keldi. Ana shunda yeriza chiqdi, Gurulni olib ko'zini baylashdi. Ikki dovga minishib, ana ko'ring, zahar dayraning bo'yina jo'nadi. Zahar dayraning bo'yinda qirjigit Gurulni ko'rib, murod maqsadi yetaman. Ana ko'rdim Chambil begini hech qolmaydi, menday jigit armoni, qirjigitlar ko'ring yaranlar bor talqonni Gurul beribdi. Kirgizib Gurulga darmonda. Avazxon Davudni minadi. Davudni minib borib mashqa oyimda oladi. Mashqa parini olib iki dov Gurulni saqi bulbul barini ko'tarib olib kelib, o zahar dayran nariyag'ada Palaponning bir yoqda bir sildiz degan tog' bor. Sildiz tog'dan ham beri badbaxt degan tog'ning shunday jag'asiga tushirib, endi jonimizni bergin Avazxon. İki ukamni o'ldirding. Bizlar beshov qoldik. Ki mashqani olding, murod topding. Nima qilsang qilasan. Endi murodim shu sendan. İki chuvalchang bersang men jutaman. Juramning ustiga borib qo'ndiraman shuni. Davlarning joni o'zak keladi degan gap kimdan bo'lgan? Sulaymon payg'ambardan bo'lgan. Duo bilan jonni chiqarib, yurakni kesib, bir oq kiyikka sog'aning ne bo'ldi dedi? Şitsem dünyani olaman diyordum. Mendan Sulaymonning mo'minlari zo'r ekan deb shu gapni aytdi. Ana shutib Avazxonni Chambilga olib kelib, Gurulni otasini qirjigit yetib keldi. Erga to'y berdi. Avazxon subarli yor bo'ldi. Ko'ring, mashqa pari ikki ustuv berdi. İki ustuv berdi, ana Chambil davrini surdi. Shuni menam Shamrod Tag'ayib bilganini aytib, ikki Umirjon